Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi videomizda mana shunday hashamatli, ko'rkamli 3 qavatli shumkali naves qilish narxlari nech pul bo'lyapti, xizmatlar qayerdan qayergacha bo'lyapti, narxlarni yoritib beramiz do'stlar. Farg'onani Bog'dotadan ustakalarimiz Farg'onani Dang'arasiga, yangi zamoniga mana shunday 3 qavatli shumkali naveslarni qilib berdi. Ya'ni narxlari eng arzon narxlarda, sifatli ustalar do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab pastda raqamlar bo'ladi, aloqaga chiqarasizlar. Hozir esa ustakamizdan to'liq ma'lumot. Ushbu xonadonimizda razmeri necha bo'ldi, qanaqa materiallardan foydalandi, ma'lumotini olamiz. Nurbek aka, assalomu alaykum. Salomatimisiz? Charchamayapsizmi? Mazangiz yaxshimi? Xudo xolasa chiroyli qilib ushbu fayzli xonadonimizni ham bitkazib beribsizlar, a? Yakunlab topshirdik. Gap yo'q. Qachon tugatdilar aka bu yerda? Tugatganimiz 3-4 kun bo'ldi. Necha kunda uстановка qilib berdilar? Uстановkasini 3 kun uстановка qildik. Zakaz olganimizga 1 oy bo'lgan. 3 kunda olib uстановкасini qilib berdik. Uстановка jarayoni mana shu xonadonda o'zida bo'ladi. Qolgan mana bu materiallar yasalishi ustaxonada bo'ladi. Shunday, sexda bo'ladi. Juda ham ko'rkam chiqdi aka, baland chiqdi lekin. Balandligi ham 7 metr bo'ldi. 720 bo'ldi balandligi ham. To'yxona desa ham bo'laveradi. Juda ham zo'r bo'ldi. Xo'p, bu oddiy fasonda bo'lgan, lazerni emas, bu. Oddiy fasonda bo'lgan. Gap yo'q. Mana bu stoykalari nechiga necha aka bu? Stoykaliklari 8 ga 8 bo'lgan, 1.7 senada bo'lgan. Qalinligi 1.7. Qalinligi 1.7, ha. Kraskalari ham o'shaligi nima? O'sha mokriydan bo'lgan. Mokriydan, gap yo'q. Garantiyasi bor kraskalariga. Gap yo'q. Mana bu nima deydi? To'sin deydimi, xora deydimi? Razmeri stenkalari qanaqa bo'ladi? Stenkalari bularda o'sha razmerlari 1.25 ga qo'yapmiz hozir masofasini. Bu 4.2 dan bo'lgan. O'sha to'sinliklari. Stenasi 1.7 stena bo'lgan ularda. Gap yo'q. Mana yonidagi ko'rinib turganlari, xorilari 4 bo'lgan. Bu tomoniga 7 stena bo'lgan. Xora tashlab beribsizlar, shifr dorasiga. Gap yo'q, gap yo'q. Xo'p, birinchi qavati tunuka, ikkinchi qavati folga va mana shunday oq fanera bo'ladi. Yomg'irda shovqin o'tkazmaydi. Tunukani o'zi bo'lsa taraqa turg'ib ketadi. Shunday. Tunukani o'zi bo'lmaydi, qishki kunda terlab, hovliga baribir suv tomaveradi, chakki bo'laveradi. Mana shumkali deganda mana qanaqa muzdek bo'lib turibdi mana bu joy. Mana bu joyga chiqadigan bo'lsak, o'sha quyoshni nur. Hovlining yarmi naves qilinmagan, ya'ni mana shunday quyosh do'stlar. Xo'p, yarmiga nur tushib turar ekan, yarmi esa mana shunday salqin bo'lib turar ekan. Hamda mana shunday qildirgan akfa eshik romlarini yoki bo'lmasam remontlaringda, misol uchun quyoshning nurida zarari tegmaydi, ya'ni ko'p yilga chidab beradigandan bo'ladi. Xizmatlar xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab qilib berilyapti. O'zbekiston bo'ylab. Narxlari qanaqa bo'ladi? Vohalarga bir xil narxda bo'ladimi? Voha tomonlarga dastavkasiga ozmas qo'shilib qoladi. Yo'l krani. Yo'l krani hisob qo'shiladi. Uzoq joy bo'ladigan bo'lsa, misol uchun yotoq joy, qanaqa uyda egasidan narsalar talab qilinadi? Shunaqa katta naveslar bo'lsa 2 kun, 3 kunga joy qilib berishadi. Lesa ham beradi, bir 2-3 komplet. Lesani olib beradi. Bir ko'rik komplet lesa bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Ko'ngildan chiqarib, xudo xolasa chiroyli qilib oziq-ovqat, obedcha. Oziq-ovqatini qilishib beradi endi. 2 kun, 3 kun shu ta'mirlashsa bo'ldi. Qolgan hamma narsa o'zlaringdan. Olib kelishi, ustanovkasi, gapi, elektro bolgarka hamma o'zlaringdan bo'ladi. Hamma narsasi o'zimizdan. Uygalik ovoragarchilik bo'lmaydi, uyda egasiga ortiqcha yugurish bo'lmaydi. Gap yo'q. Xudo xolasa ushbu xonadonimizga ham eng sifatli va arzon narxlarda qilib bergansizlar. Necha pullik varianti bu aka? 300 ming so'mdan bo'ldi kvadrati. Kvadrati 20 metrga bunaqasi uzunligi 20 metrga, endi 7 metr bo'ldi, 140 kvadrat bo'lgan. 140 kvadrat. 30 summasi 42 millionga bo'lgan. 42 million so'mga bitgan navesimiz. Mana bu joyga haligi nima deydi? Tarno deydimi? Nima edi? Mana yomg'ir. Tarno deganga, misol tarno qo'yib beraveramiz. U tarno bizda отдельный bo'ladi. 60 mingdan kvadratni qo'yib, metrini 60 mingdan qo'yib beraveramiz. O'zimiz olib borib uстановка qilib beramiz. Bu xonadonni egasi yo'q, menga tarno shart emas degan uchun qo'yilgan yo'q tarnosi. Mana gullarga ham suv tushib turaveradi, bo'laveradi. Agarotga tushaveradi degan uchun qolgan shunday. 100 kvadratdan o'tadigan bo'lsa, qanaqadir bonuslari bormi aka? 100 kvadratdan bonus bor, summasini o'tib beramiz aka buni. Bonus tariqasida summadan o'tib beriladi. Shunday. Bo'laveradi, zo'r aka. Xudo xolasa bu manzilimiz Farg'onani Dang'arasi yangi zamondagi yangi obyektimiz ekan do'stlar. 300 minglik varianti. Agar mana shu variantda bo'lib turib, oralari lazer gullar bilan bo'ladigan bo'lsa qanaqa bo'ladi? 400 ming so'mdan chiqadi. Agar shu holatda shumkali bo'lib turib, lazer bo'lsa qolgan joyi, profillari 400 ming so'mdan chiqadi. Agar o'rtasi gibrid bo'lsa-chi? Gibrid bo'lsa, nima deydi? O'rtasiga leksan, ikkala chekkasi o'shanda
Mana shu holatda bo'lib turib o'rtasi gibrid bo'ladigan, Lexan bo'ladigan bo'lsa 350 mingdan bo'ladi. Agar lazerlisli bo'lib turib gibrid qilib beradigan bo'lsa 450 mingdan chiqadi. Hozir xuddi shu holatda bo'lib turib yana polni Lexan bo'lsa-chi aka? Bu 400 mingdan chiqadi. Agar shu holatda usti Lexan bo'ladigan bo'lsa, o'sha polikarbonat yopiladigan bo'lsa 400 ming so'mdan chiqadi. Polni lazer bo'lib turib usti yopiladigan bo'lsa 550 mingdan chiqadi. Eng full bu 550 ming eng full varianti. Lekin aka polni Lexan qildirib oladigan bo'lsa, mana shunaqa quyosh o'tadi baribir. O'tadi, u issiq o'tkazdiradi. Keyin issiqda sir-sir qitqir ovozlari bo'ladi ekan u Lexanni. Agar uyda egasiga ma'qul kelsa, aytib o'tyapmiz boshida. Yo menga qo'yib beraver mayli desa, qo'yib beryapmiz. Lekin tavsiya qilganlaring shumkali bo'ladi. Tavsiya qilgan asosan shumkali bo'ladi. Issiqda ham ovozi chiqmaydi, sir-sir deb boshqa narsa bo'lmaydi. Hamma tomonlama eng zo'r hozir ko'pchilik qildiryapti turgan shumka bo'lyapti-da. Shumkali bo'lyapti asosan. Menimcha qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlar berib o'tdik. Kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa do'stlar, ustakalarimiz mehnatiga laykni bosasizlar, ekranda nomerlar bo'ladi, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab sizlarga mana shunday shumkali naveslarni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishadi. Aka, misol uchun xonadonga borib o'zlarining qanaqa naves tushishini, proyektlarini o'zlarining chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Bu yerga shunaqangi naves chiqadi, vibrlari bor ko'rsatiladi. Siz xonadoningizda, xonadonlar ham bir-biriga o'xshash bo'ladi. Ko'p joyga qo'yganmiz, kataloglari bor. Bu yerga shunaqangi naves tushadi deb dizaynni chizib beraveramiz. Dizayn chizib beriladi. Xudo xolasa eng yaxshi sifatli ustalar bo'ladi do'stlar. Laykni bosib, tanishlarga gruppalarga tarqatib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.